117 qism. Birinchi misolimiz. A vektor berilgan bo'lsa, shuna yo'nalishdosh birlik vektorni topish kerak ekan. Demak, mana shu A vektorga yo'nalishdosh birlik vektorni topish uchun, masalan, A vektor bo'lsa, shunga yo'nalishdosh va uzunligi 1 ga teng, ya'ni birlik vektor deb turibdi. Shu masalan, uni qandaydir B vektor deydi. Shuni so'rab qo'yibdi bizga. Shuni yo'nalishi bilan bir xil bo'lsa va uzunligi 1 ga teng bo'lsin. Demak, B vektorni topish uchun shu A vektorining koordinatasini -1 ni bo'lamiz modulaga. Endi B vektorining y ni topish uchun A ni y ni A ni uzunligini bo'lamiz. Z ni topish uchun esa Z ni A ni uzunligini bo'lamiz. Shunda kelib chiqadi ekan. Demak, biza birgina A ni uzunligini topish qolib turibdi. Ildiz ostida -1 ni kvadrati 1, 2 ni kvadrati 4, 3 ni kvadrati 9. Ildiz ostida 14 ekan. Demak, mana shu yerlarni ildiz ostida 14 qo'yib chiqsak, javobimiz chiqadi. Keyingi misolimiz. Endi bunda qarama-qarshi birlik vektorda, ya'ni masalan shu A vektor ketib turibdi, lekin yangi B vektor endi orqa tomonga qaraydi. Buni topish uchun, B vektorini topish uchun A vektorining koordinatalarini shu minus modulaga bo'lib chiqamiz ekan. Ya'ni uzunligini minusini bo'lamiz ekan. Shunda kelib chiqar ekan. Demak, A vektorining modulini topadigan bo'lsak, 9 plus 16 plus 4. Biz aslında 29. Yana fark koyamiz. Bu vektor 3'te minus izası 29. 4 taqsim minus izası 29. Minus 2 taqsim minus izası 29. Bu ikisi plus bo'lib ketadi. Shunda natija ish ko'rinishda qoladi ekan. Uchinchi vektorga qarama-qarshi yo'nalgan birlik vektor. Bundan ham shunday. Demak, qandaydir bir B vektor chiqar ekan. Mana shu A vektorining koordinatalarini shuna bo'lib chiqamiz. Qarama-qarshi degan uchun uzunligini minusini bo'lamiz. Uzunligini topadigan bo'lsam 3 chiqadi. Uzunligi A vektorining uzunligi 3 chiqar ekan. Shunda -3 ga bo'lamiz bularni. Javob ish ko'rinishda qoladi. Endi 4-misolimizda shu vektorga yo'nalishdosh birlik vektorni so'rab qo'yibdi. Yo'nalishdosh birlik vektor degani bu 2, 4, 1 ni modulini o'zine bo'lamiz. Modulini topib olib qo'ysangiz chiqadi.